Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men matematik Abdulaziz. Demak, bugun IDC matematika 3-qism 2025 yangi nashridan demak 11-mavzuyimiz yarim burchak formulalari degan mavzuni boshlaymiz. Xo'p, bu yoqda albatta oldingi mavzularda o'tilgan ko'paytma, yig'indi formulalari, keltirish formulalari albatta ishlatilish mumkin. Shuning uchun oldingi mavzuni yaxshilab o'qigan bo'lishingiz kerak. Endi boshqacha qilib aytganda daraja pasaytirish formulasi deb ham aytiladi bularni. Tushunarli? Ya'ni mana hozir ko'rasizlar, ikkinchi darajali bo'layotgan bo'lsa, bu 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 2. Mana ko'rdinglar? To'g'ri, 2 alfa emas, mana bu alfa, ya'ni buni 2 ga ko'paytirilgan varianti. Alfa taqsim 2 ni 2 ga ko'paytirsak alfani o'zi bo'ladi. Agar bu yerda alfa bo'lsa, bu yerda 2 alfa bo'ladi. O'shanga o'rganib qolganim uchun shu 2 alfa yozib oldim. Endi bu yoqda 1 plus kosinus alfa taqsim 2. O'sha gap, bu yerda ham agar alfa bo'lsa, bu yoqda 2 alfa bo'ladi. Bu yerda 4 alfa bo'lsa, bu yerda 8 alfa bo'ladi. Tushunarli? Endi bu yoqda xuddi mana shularning nisbati, ya'ni 1 minus kosinus alfa taqsim 1 plus kosinus alfa. Tushuntira oldimmi? Endi katangens bo'lsa, uni tangensga olib kelib olasizlar. Demak, boshlaymiz. Buni ham biz sinus nima deb yozsak bo'ladi? Demak, 45 taqsim 2 deb yozsak bo'ladimi? Ha. Endi ko'ryapsizlar, bu yoqda nimasi yo'q? Ya'ni kvadrati yo'q. Bu yerda kvadrati bor edi. Demak, biz buni ildiz ostida deymiz, nima? 1 minus kosinus 45 taqsim 2 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Bu ham bo'lsa 1 minus ildiz ostida 2 taqsim 2, bu yoqda yana 2. To'g'rimi? Xo'p, endi 2 ni umumiy mahraj beradigan bo'lsak, 2 minus ildiz ostida 2 bo'ladi, taqsim 2 pastga tushsa to'g'ri bo'ladi, ildizdan 2 bo'lib chiqib ketadi. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Kosinus 30 taqsim 2 deb olamiz. Buni ham 1 plus kosinus 30 taqsim 2. Hop, 1 plus ildiz ostida 3 taqsim 2 taqsim 2. Buni ham ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 taqsim boyiga 4 dan 2 chiqib ketadi. Xullas, mana shu formulani ishlatamiz. Tushunarli? Bu yoqda kosinus давайте buni sinus 22,5 deb yozib olaylik. Chunki hozir bu kosinus 135 larga to'g'ri kelib qoladi. Buni keyin yana keltirishga olib kelib o'tirish kerak. Undan ko'ra buni sразу keltirishdan sinus 22,5 deb ketamiz va uni qiymati mana bu yerda tayyor. Baribir shu narsa kelib chiqadi. Demak, ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 2 taqsim 2. Xuddi shuni ko'chirib qo'ya qoldik. Tushuntira oldimmi? Endi bu yoqda katangens 15 ni biz yozsak bo'ladi. 1 taqsim tangens 15 deb yozsak bo'ladi. Buni ham bo'lsa, nima qilsak bo'ladi? Sinus taqsim kosinus bo'lsa, kosinus 15 taqsim sinus 15 desak bo'ladi. To'g'rimi? Ha. Endi biz bu yerda kosinus 15 ni nechiligini yozgan edik. Xuddi o'sha narsani yozamiz tepaga. 2 plus ildiz ostida 3 taqsim 2. Demak, sinus 15 ga xuddi mana shuni 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 2 li varianti bo'ladi. Xo'p, qisqarib ketadi. O'shanda nima bo'ladi? 2 plus ildiz ostida 3 taqsim 2 minus ildiz ostida 3. Endi buni demak 2 plus ildiz ostida 3 ga ko'paytirib yuboramiz, shtobi mahrajining ratsionalini qutqarish uchun. Tepasi bir xil bo'lgani uchun 2 plus ildiz ostida 3 bo'lib ildizdan qutuladi. Tegi ildiz ostida 4 minus 3 bo'ladi. Va qarabsizlarki, 1 bo'lib ketib, bu 2 plus ildiz ostida 3 chi o'zi chiqadi. Tushuntira oldimmi? Zo'r. Buni ham demak tangens nima desak bo'ladi? Katangens 22,5 desak bo'ladi. Boyiga o'xshab. Endi buni ham 1 taqsim tangens 22,5 desak bo'ladi. Buni ham 1 taqsim tangens 45 taqsim 2 desak bo'ladi. Buni ham nima desak bo'ladi? Kosinus 45 taqsim 2 sinus 45 taqsim 2 desak bo'ladi. Xo'p. 1 plus ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 2 2 minus ildiz ostida 2 bo'ladi. Chunki buni o'sha formulaga qo'yib yuborsanglar, oxirida baribir ikkilari qisqarib ketadi.
Endi buni yana 2 plus ildiz osti 2 ko'paytirib yuborsak, ildiz ostida tepasi 2 plus ildiz osti 2 bo'ladi. Tagida 4 minus 2 bo'ladi. 2 plus ildiz osti 2 taqsim ildiz osti 2 qoldi. Xatma-xat bo'lib yuborsak, ildiz osti 2 plus 1 bo'ladi. Zo'r. Xo'p, endi bu yoqda ko'ryapsizlar, x'imiz birinchi chorak, o'shaning uchun sinusimiz musbat bo'ladi. Teng bo'lib hozir x oralig'ini mana shu yerga olib qo'yadigan bo'lsak, 0 pi taqsim 2 bo'ladi. Chunki 2 ga bo'lyapti-yu. Shuning uchun bemalol plus qilib ochaveramiz. 1 minus kosinus x taqsim 2. Chunki bu yerda x taqsim 2 2 ga ko'paytirsa oddiy x bo'ladi. O'shanda ildiz ostida 1 minus kosinus x o'rniga minus 4 taqsim 5. Bu esa plus 4 taqsim 5 ga o'zgarib ketadi. O'shanda buni 9 taqsim 5 degan bo'lsak, mahraji 2 bilan 9 taqsim 10, ya'ni 3 taqsim ildiz ostida 10 bo'ladi. 9 dan 3 chiqib ketadi. Tushuntira oldim? Bu yoqda ham x taqsim 2 oralig'iga qo'yib yuboradigan bo'lsa 270 bilan 360. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 135 bilan 180. Ikkinchi chorak kosinus manfiy. O'shaning uchun minus ildiz ostida deb boshlaymiz. Shu ключевой joyi. 1 plus kosinus x taqsim 2 barobar. Endi minus ildiz ostida 1 plus bizda sinus x bor, to'g'rimi? Xo'p, kosinus x bizda 4-chorakda plusmi? O'shaning uchun mana bundan topamiz. Demak, kosinus x'imiz barobar ildiz ostida 1 minus buni kvadrati 16 taqsim 25. Bu yerdan 9 taqsim, короче 3 taqsim 5 chiqadi plusdan. 3 taqsim 5 taqsim 2 barobar minus ildiz ostida 8 taqsim necha bo'ladi? 8 taqsim 5 bo'ladimi? 2 ga bo'lsa 4 taqsim 5 bo'lar ekan. O'shanda minus 2 taqsim ildiz ostida 5 bo'lar ekan javobimiz. Tushuntira oldim? Zo'r. Endi buni birinchi chorak ekan. 2 ga bo'lsa teng bo'lib 0,45 bo'ladi. Plus ildiz ostida deymiz 1 minus kosinus x taqsim 2. Endi kosinus x ni tangens orqali ifodalab olamiz. Qanaqa qilib deysizlarmi? Qaranglar. 1 plus tangens kvadrat x barobar 1 taqsim kosinus kvadrat x degan ayniyatimiz bor edi, esingizda bo'lsa. To'g'rimi? Endi shuni o'rniga qo'yib yuboramiz. 1 plus tangens kvadrat x, ya'ni 9 taqsim 16 barobar 1 taqsim kosinus kvadrat x. Xo'p, bu esa 25 taqsim 16 bo'ladi. Uni yo'qlab berganda kosinus kvadrat x. Kosinus kvadrat x barobar 16 taqsim 25. Va u birinchi chorak bo'lgani uchun plus qilib ochamiz. Kosinus x'imiz teng bo'ladi 4 taqsim 5 ga. Endi buni olib kelib mana bu joyga qo'yib olamiz. Ildiz ostida 1 minus 4 taqsim 5 taqsim 2. 5 bersak, 5 dan 4 ketsa 1 taqsim 5 bo'ladi va 1 taqsim ildiz ostida 10 qolar ekan. Tushuntira oldimmi? Zo'r. Endi 18-savolimizda sinus x taqsim 2 va tangens x ham bir xil ishlanish. Faqat ishorasiga qarab qo'yish kerak. Shuning uchun buni tashlab ketamiz. Chunki bu yerda sinus x taqsim 2 bu yoqda ham tangens bir xil. Ishoraga qarasanglar bo'ldi. Mana buni ishlaymiz. Yangicha savol. Endi qaranglar. Mana buni bo'ldi, birinchi choraklikni bildik, musbat bo'ladi. Buni o'chirib turaylik hozircha. Bu yoqdan tangens x topadigan bo'lsak, o'rin almashtiramiz, 7 taqsim 24 bo'ladi. Va buni ham tangens 2 kara x taqsim 2 desam, mana bu degani 2 tangens x taqsim 2 1 minus tangens kvadrat x taqsim 2. Va bizdan как раз shuni so'ragan. Давайте buni a deb belgilab olaman deb o'rniga qo'yib yuboraman. 2a taqsim 1 minus a kvadrat teng 7 taqsim 24. Belgilash kiritib oldim. Endi proporsiya qilib ko'paytirib yuboramiz. 48a teng 7 minus 7a kvadrat. Hammasini bu yoqqa olib o'tamiz. 7a kvadrat plus 48a minus 7 teng 0. 7 ni bu yoqqa ko'paytirib turamiz.
vaqtinchalik. A minus 1, A plus 49. Xo'p, 7 ga bo'lib yuboramiz. O'shanda nima bo'ladi? A1imiz 1 taqsim 7, A2imiz minus 7. Xo'p, biza plusligini olamiz albatta. Nimaga? Chunki birinchi chorakni musbat. Tushuntira oldimmi? Bizdan konkret shuni so'ragan edi. Demak, javobimiz 1 taqsim 7. Davom etamiz. 21 dan 45 gacha hisoblang deyapti. Xo'p, bu daraja pasaytirish formulasiga qo'yamiz. Qanaqa qilib deysizlarmi? Tak. 1 plus kosinus 2 kara 84 168 taqsim 2 plus mana bu ikkaloviga tak 1 taqsim 2 kosinus alfa minus beta, ya'ni nechi bo'ladi? Alfa minus betamiz 12 bo'ladi. Kosinus alfa plus beta 90 bo'ladi. Davom etamiz. Mana buni 180 minus 12 desa bo'ladimi? Bo'ladi. Va ikkinchi chorak bo'lgani uchun 1 minus kosinus 12 bo'ladi. Taqsim 2. Plus mana bu kosinus 90 0 ga teng. 1 taqsim 2 kosinus 12 deyman. O'shanda suratga ko'paytirasiz. Kosinus 12 taqsim 2. Mahraj bir xilmi? Qo'shib yuborganda mana bu minus plus qisqarib ketadi. Javobimiz 1 taqsim 2 qoladi. Zo'r. Davom etamiz. Bu yerda ham tak 1 taqsim 2 kosinus ayiradigan bo'lsak 46 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 60 bo'ladi. Endi bu yoqda 1 minus kosinus 23 2 ko'paytirsak 46 taqsim 2. Davom etamiz. Formulani yozib olgansizlar boshida, to'g'rimi? O'sha bo'yicha ishlaymiz. Endi ikkalovini ham mahraji 2 bo'lgani uchun bundoq qilib turib bitta qilib yozib olaman. Suratda kosinus 46 60 gradus o'rniga 1 taqsim 2 1 minus kosinus 46. Mana bular ayrilib ketadi bir-biridan. Bu qo'shsak 3 taqsim 2 mahraji bilan 3 taqsim 4. Mana sizlarga javob. Chotki. Bu yoqda ham 1 taqsim 2 kosinus bu ayiradigan bo'lsak 31. To'g'rimi? Endi qo'shadigan bo'lsak necha bo'ladi? 45 bo'ladi. Mana. Endi davom etamiz. Bu minus 1 plus kosinus 31 taqsim 2. Chunki 15,5 2 ko'paytirsa 31. Yonida yana plus 1 taqsim 2si bor. Hop, davom etamiz. Tak, hammasini mahraji 2. Suratda kosinus 31 plus ildizosidagi 2 taqsim 2 bo'ladi 45imiz minus 1 minus kosinus 31 plus 1. Hammasi mahraji 2 bo'lgani uchun bitta qilib oldim. Nega minus bo'lib ketdi? Chunki mana bu oldidagi minus ikkaloviga ta'sir qiladi suratga. Minus 1 plus 1 qisqarib ketadi. Kosinus 31 minus kosinus 31 qisqarib ketadi. Ana o'shanda tepasi ildizosidagi taqsim 2 edi, mahrajli 2 bilan taqsim 4 bo'ldi. Davom etamiz. Xo'p, sinus alfa qo'shib sinus beta, demak 2 sinus alfa plus beta taqsim 2, ya'ni 30 gradus. Kosinus ayiradigan bo'lsak 36 2 bo'lsa 18 bo'ladi. Plus mana bu narsa daraja pasaytirish 2 ko'paytiruv 1 minus kosinus 18 taqsim 2, ya'ni sinus alfani o'rniga demak 1 minus kosinus 2 alfa mos kelyapti. Bu yoqdagi 2 lar qisqarib ketadi. Mana bu 30 gradus 1 taqsim 2 bo'ladi, oldida 2 bilan qisqarib ketadi. Kosinus 18 qolyapti. Mana bu yoqda uje nima bo'lyapti? Tak barobar kosinus 18 plus 1 minus kosinus 18. Kakras mana bular qisqarib ketsa javobimiz faqat plus 1 qolyapti. Tushuntira oldimmi? Davom etamiz. Tak, barobar
Xo'p, qaranglar. Mana bu 2 turibdi. Mana bu sinus 30, 1 taqsim 2. Shular qisqarib ketadi уже. Sinus 20, sinus 40 qoldi. Ko'paytmani formulasiga qo'yamiz. 1 taqsim 2 kosinus ayiradigan bo'lsak 20 ayru kosinus 60 qo'shadigan bo'lsak. Mana buniki 1 minus kosinus 40 1 minus kosinus 80. Hop. Endi mana bu yerda kosinus 60 bor. Bu 1 taqsim 2 degani minus mana bu bilan demak hammasini mahraji 2 bo'lgani uchun давайте chiqarib olamiz-da shu 1 taqsim 2 larni. O'shanda kosinus 20 minus 1 taqsim 2 plus 1 minus kosinus 40 plus 1 minus kosinus 80 barobar. Xo'p, anu kosinus alfa kosinus 60 minus alfa 60 plus alfaga mos kelmayapti-da bu. Chunki o'rtada ko'paytma bo'lishi kerak uning uchun. 1 ga 1 qo'shsa 2 bo'ladi. 2 dan yarimni ayirsak 1,5 bo'ladi. 1,5 plus kosinus 20 anu ikkita 40 bilan 80 larni minus qilib chiqarib olsam kosinus 40 plus kosinus 80 bo'ladi. Taqsim 2. 1,5 plus kosinus 20. Endi men bularni o'rniga minus 2 kosinus alfa plus beta taqsim 2 ya'ni 60 kosinus alfa minus beta taqsim 2 ya'ni 42 bo'lsa 20 taqsim 2. Kosinus 60 1 taqsim 2 oldida 2 bilan qisqarib ketadi. O'shanda plus kosinus 20 minus kosinus 20. O'sha bunday bular ham qisqarib ketadi-da. O'shanda bu 3 taqsim 2 degani mana bu yerda taqsim 2 bilan 3 taqsim 4 bo'ladi. Bu bizning oxirgi javobimiz. Tushuntira oldimmi? Davom etamiz. Bu yoqda ham yana ko'paytma. Demak, 1 taqsim 2 kosinus ayiramiz. Necha bo'ladi? 46 bo'ladi. Qo'shu kosinus qo'shadigan bo'lsa necha bo'ladi? 120 bo'ladi. Hop, bu yoqda 1 plus kosinus 74 taqsim 2 1 plus kosinus 166 taqsim 2. Ana. Endi hop, barobar nima qilamiz? Hammasidan 1 taqsim 2 ni chiqarib oladigan bo'lsak, kosinus 46 plus mana bu narsa 180 minus 60 degan bo'lsak, minus kosinus 60 bo'ladi. Ya'ni minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu yog'i plus 1 plus kosinus 74. 1 taqsim 2 bilan chiqarib oldik hammasidan. Mahraj chiqib ketdi degan. Plus 1 plus mana buni ham necha desa bo'ladi? 180 minus 14 deydigan bo'lsak, bularni shunaqa qilsak, minus kosinus 14 ga mos keladi. Xo'p, endi barobar 1 taqsim 2 turaversin. Yana o'sha gap 1 ga 1 2, 2 dan 1 taqsim 2 narsak 3 taqsim 2 qoldi. Plus kosinus 46 Nasda kosinus 74 turaversin. Plus kosinus 46 minus kosinus 14. Ana. Endi men bu ikkalovini ishlaydigan bo'lsak, 2 kosinus alfa plus beta taqsim 2 ya'ni 60 gradus, yana kosinus alfa minus beta necha bo'ladi? 28 bo'ladi, 2 ga bo'lsa 14 bo'ladi. Mana bu 60 gradus 1 taqsim 2 bular ham qisqarib ketadi. Kosinus 14 bilan minus kosinus 14 bular ham qisqarib ketadi. Yana o'sha gap 3 taqsim 2 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirsak, yana 3 taqsim 4 chiqadi. Tushuntira oldimmi? Zo'r. Xo'p, davom etamiz. Bu yoqda bu ikkalovi 1 taqsim 2 ko'rsizlarmi? Yig'inda ham ishlatilyapti, ko'paytma ham ishlatilyapti, yarim burchi ham hammasi ishlatilyapti. Keltirishlar-yu, ayniyatlar-yu hammasi jamul-jam bo'lyapti. Xo'p, endi bu yoqda kosinus
alfa minus beta, ya'ni 49 dan 71 ayiradigan bo'lsak nechi bo'ladi? 22 bo'ladi. 22 plus endi qo'shadigan bo'lsak-chi 120 bo'ladi. Kosinus 120. Kosinus 120 dan minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 sразу qo'yaverib qoldi. Endi buni daraja pasaytiramiz. Tak. Plus 1 plus kosinus 100 nechi bo'ladi? 142 bo'ladi. Taqsim 2 1 plus kosinus nechi bo'ladi? 98 bo'ladi. 98 bo'ladi. Taqsim 2 barobar. Davom etamiz. 1 taqsim 2 kosinus 22 minus 1 taqsim 2 plus 1 plus kosinus 142 ni o'rniga minus kosinus 38 qo'yaveramiz. Keltirishda. Plus 1 yana uni ham 180 minus 82 deylik. O'shani 98 bo'ladi. Kosinus 82. Ana. Ketdi. Davom ettiramiz. Yana 1 taqsim 2 tashqarida turaversin. Albatta yana 3 taqsim 2, chunki 1 ga 1 2, 2 dan 1 taqsim 3 taqsim 2 bo'ladi. Plus kosinus 22. 2 ga mana bu ikkalovdan minusni chiqarib olsak, minus keyin ikkalov yig'inda bo'lib qoladimi? Hop, bu degani 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, yana 60. Kosinus ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, yana 22. Xullas hammasida bir xilda ishlamasak ham bo'lardi o'zi. Baribir mana bu 1 taqsim 2 bo'ladi, buni qisqarib ketadi. Kosinus 22 minus kosinus 22. Bu ham qisqarib ketadi. Xullas hammasi 3 taqsim 4 chiqyapti. 36. Bu yoqda ham tak. Nima bo'ladi o'shanda? 1 minus kosinus 168 taqsim 2. Mana buni minus 1 taqsim 2 kosinus ayiramiz. Nechi bo'ladi? 48 bo'ladi. Minus kosinus qo'shamiz. Nechi bo'ladi? 120 bo'ladi. Hop, plus 1 minus kosinus 72 taqsim 2. Daraja pasaytirish. Barobar. Hammasidan yana 1 taqsim 2 ni olib chiqib ketaman. 1 minus mana bu tak 12 bo'lsa minus 2 minus plus kosinus 12 bo'ladi. 180 dan 12. Hammasi keltirishda bilyapsizlar-ku. Bu yoqda minus kosinus 48. Mana bu narsa mana bu minus 1 taqsim 2 bo'lsa, oldingi bilan plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Tashqaridagi bilan baribir minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Tak plus 1 minus kosinus 72. Hamma 1 taqsim 2 dan chiqarib yubordik yana. Yana o'sha gap 1 taqsim 2, yana mana bu 3 taqsim 2, bu ham yana 3 taqsim 4 chiqsa kerak. Hammasi bir xil chiqyapti. Tak plus kosinus 12 minusni chiqarib yuborsak kosinus 48 plus kosinus 72. O'sha gap yana 3 taqsim 4 chiqsa kerak bu ham. 1 taqsim 2, 3 taqsim 2, kosinus 12, anta 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsa yana 60, kosinus yana ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsa yana 12. Xullas bular qisqarib ketadi, yana bular qisqarib ketadi, yana 3 taqsim 4 chiqyapti. Tak, daraja pasaytirish formulasini ishlataveramiz. 1 plus kosinus 24 taqsim 2. 1 plus kosinus 96 taqsim 2. 1 plus kosinus 144 taqsim 2. Hop, hammasida mahraji bir xil. Surati 3 plus
kosinus 24, kosinus 96, kosinus 144. Taqsim 2. Endi yig'inni formulaga qo'yib yuboramiz. Qanaqa qilib deysizlarmi? Tak, mana shu ikkalovini qo'ysak nima bo'ladi? 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? 60. Kosinus ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsa-chi 36. Aha. Plus kosinus 144 kutib turaversin. Mana bu 60 gradus 1 taqsim 2 bu bilan qisqarib ketadi. O'shanda 3 plus kosinus 36 endi kosinus 144 qoldi. Yana 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 90, kosinus ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 108 54. Kosinus 90 0 ga teng. Takshto mana bular hammasi yo'q bo'lib ketadi. 3 bilan 2 qoldi javob. Tushuntira oldimmi? Zo'r. Bu yoqda ham demak 1 minus kosinus 144 taqsim 2, 1 minus kosinus 96 taqsim 2, 1 plus kosinus 156 taqsim 2. Mana. Barobar. Hammasini mahraji bir xil. Suratida hammasida 1 bor, demak 3. 2 mana minusni chiqarib olsak, kosinus 144 plus kosinus 96 qoladi. Plus kosinus 156 bor alohida. 3 minus 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'lingan bo'lsa nima bo'ladi? Tak, 6 ni qo'shsak 150, 240, 120 bo'lar ekan. Ayiradigan bo'lsak-chi. Tak. 24. Plus kosinus 156 oxirida bor edi. Hammasini mahraji 2. Xo'p, bu minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Oldingi bilan qisqarib ketsa plus bo'lib ketadi o'zi. 3 plus kosinus 24 kosinus 156. 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, yana 90. Ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 66 taqsim 2. Mana 0 ga teng, shuning uchun bular hammasi baribir yo'q bo'lib ketadi, ko'paytiruvga. Yana javobimiz 3 taqsim 2 chiqdi. Tushuntira oldim? Xo'p, endi bu yoqda mana bu sinus kvadrat 22 ni 2 kere 11 desak 2 alfa keladimi? Kvadrati bo'lgani uchun 4 sinus 10 kvadrat 11 kosinus kvadrat 11 deb yoyib olamiz 2 alfa formulasini. Tegida 2 sinus kvadrat 11 bor. Bu qisqarib ketsa 2 qoladi. Bu bilan bu qisqarib ketsa yonida aytgancha mana bunisi bor, minus sinus 68 bor. Buni ham kosinus 22 deb keltirish formulasidan bir-biriga o'tkazib olsak bo'ladi. Barobar. Bu yerda 2 qoldi. 2 kosinus kvadrat 11 qoldi mana bu bilan. Buni ham 2 kere 11 desak kosinus 2 alfa keladimi? Minus 2 kosinus kvadrat 11 minus 1 qilib yoysak bo'lardi buni ikkilangan burchak formulasi bo'yicha. O'shanda bular qisqarib ketadi, minusga minus plus 1 qoladi oxirida. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Endi buni ham xuddi shunaqa 4 sinus kvadrat 14 kosinus kvadrat 14 2 sinus kvadrat 14. Ben buni kosinus 28 desak bo'ladi. Demak, kosinus 2 kere 14 ga keltiramiz 28 ham. Oxirida plus 1 bor. Bu yana xuddi o'sha gap. 2 kosinus kvadrat 14 qoldi. Minus 2 kosinus kvadrat 14 minus 1. Yonida plus 1 bor. Mana bular qisqarib ketadigan bo'lsa minus plus 1, yonida yana 1 bor. Demak, javobimiz yaxlit 2 chiqyapti.
Xo'p, endi bu yoqdachi. Daraja pasaytirish formulasi 1 minus kosinus, mana shuni 2 ga ko'paytiramiz. Pi taqsim 2 plus alfa taqsim 2 barobar pi taqsim 2 plus alfa bilasizlar ikkinchi chorakga o'tganda manfiy bo'lgani uchun oldidagi plusga o'zgaradi-da, sinus alfaga o'zgaradi, kasrli bo'lganda. Sinus alfaning qiymati 0,1. Demak, 1/1 taqsim 2. 0,55. Mana, savol javob. Tushunarli? Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa, faqat kosinusli ekan. 1 plus kosinus pi taqsim 2 minus alfa taqsim 2. Bu birinchi chorak pi taqsim 2 minus alfa o'shaning uchun plusligicha qoladi. Faqat sinusga o'zgaradi. 1 plus sinus alfa taqsim 2. Tushuntira oldimmi? Endi sinus alfa 0,2 o'rniga qo'yib yuboramiz. O'shanda 1/2 taqsim 2 0,6 bo'ladi. Yana shunaqa narsa bu yerda ham o'rniga qo'yib yuborasizlar. Bu yerda ham shunaqa narsa. Hammasi bir xil. Daraja pasaytirish qo'yiladi, ishorasi qaysi chorakligiga qaraladi, keyin o'rniga son qiymati tayyor berib qo'yilgan. Mana mana bitta ayniyatdan ham foydalanilsa kerak. Ha, nimaga? Chunki bu yerda kosinus qatnashadi va sinus. Qani qilib ko'ringlarchi. Tak, 1 plus kosinus 3pi taqsim 4 2 ga ko'paytirgan 2 bo'ladi minus alfa. Bu uchinchi chorak bo'lgani uchun minusli bo'ladi va kasrli bo'lgan sinusga o'zgaradi. Ya'ni baribir shu bir xil chiqar ekan. Sinus alfani o'rniga 0,6 qo'yamiz. Tayyor ekan u. 0,2 chiqaramiz. Savol javob. Bir xil. Bu yoqda ham xuddi shunaqa narsa. 1 minus kosinus 5pi taqsim 2 plus alfa taqsim 2. Hop, buni ham 2pi plus pi taqsim 2 desak, 2pi ni tashlab yuboramiz juft pilarni. Pi taqsim 2 plus alfa bo'ldimi, ikkinchi chorakda manfiy bo'ladi, oldidagi minus plusga o'zgaradi, sinusga o'zgaradi kasrli bo'lgani uchun. Va sinus berilgan. Minus 0,8. Tushuntira oldimmi? O shunaqa gap. Endi bu yerda demak 3 turursin. Tangensli deyaptimi? Demak nima qilamiz? Tepasi 1 minus, chunki sinus taqsim kosinusda bu. 1 minus kosinus 3pi taqsim 2 minus 2 alfa 1 plus kosinus. Endi bu 3-choragiga o'tyapti. 3pi taqsim 2 minus alfa bo'lgani uchun manfiy bo'ladi. O'shaning uchun 1 plus sinus 2 alfa bo'ladi. Mana buniki bu ham xuddi shunaqa. 3-chorak manfiy, demak 1 minus oldidagi plusga ta'sir qilib minus sinus 2 alfa. 3 ko'paytiruv 1 plus sinus 2 alfa bizda tayyor berilgan ekan. Minus 1 taqsim 5. Demak plus emas, minus 1 taqsim 5 bo'ladi. Mana bu yoqda 1 minus deyaptimi? Minus minus plus 1 taqsim 5 bo'lib ketadi. O'shanda bu 3 ko'paytiruv tepasi 5 dan 1 rashsa 4 taqsim 5, bu yoqda 6 taqsim 5. Taqsim 5 lar qisqarib ketilgan bo'lsa, 3 ko'paytiruv 4 taqsim 6. O'shanda 12 taqsim 6, bu ham bo'lsa yaxlit 2 degani. Zo'r. Endi alfamiz birinchi chorakda ekan. Xo'p, kosinus alfamiz 3 taqsim 5. Demak, sразу shu yerdan sinus alfamiz ayniyat bo'yicha 4 taqsim 5 ligini bilish qiyin narsa emas. Tayyor turibdi mana. Endi buni demak 1 minus kosinus pi taqsim 2 plus alfa 1 minus kosinus pi taqsim 2 plus alfa. Va oxirida yana ikkisi bor. O'shaning uchun bunday qilamizda, mana bu 2 qo'yib qo'yamiz. Xo'p, endi qaranglar. Pi taqsim 2 plus alfa bu ikkinchi chorakga o'tgan manfiy bo'lgani uchun 1 plusga o'zgaradi va kasrli bo'lgani uchun sinus alfa bo'ladi.
Mana bu chorak nima berilgan? Kosinus orqali sinusni topib olishga. Agar bu chorak noto'g'ri bo'lganda, ya'ni boshqa holat bo'lganda, minusli bo'lishi mumkin edi. Xo'p, tegida minusga minus tak pasi plus bo'lishi kerak edi. Chunki tangensi pasi kosinus ku. Endi bu ikkinchi chorakda manfiy bo'lgani uchun minus sinus alfa ko'paytiruv ikkisi bor oxirida. Xo'p, endi o'rniga qo'yib olamiz. 4 taqsim 5, to'g'rimi? 1 plus 4 taqsim 5 taqsim 1 minus 4 taqsim 5. Ko'paytiruv ikkisi bor. Endi 9 taqsim 5 bo'lyapti. Bu yoqda esa 1 taqsim 5 ko'paytiruv 2. Mana bular qisqarib ketadi. O'shanda 9 taqsim 2 kira 1 2 bo'ladi yoki 4,5. Tushuntira oldimmi? Zo'r. Endi alfamiz birinchi chorak ekan. Alfani necha gradusligini so'rayapti. Birinchi chorak bo'lgani uchun plus bo'ladi. Alfa taqsim 2 miz ildiz ostida 1 minus kosinus alfa taqsim 2 bo'ladi. Barobar bu yerda nima bo'lyapti? Ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 2. Ana, men buni formulaga qo'yib yubordim. Alfa taqsim 2 formulaga. Endi kvadratga oshirib yuboramiz ikkita tomonni. O'shanda nima bo'ladi? 1 minus kosinus alfa taqsim 2, bu yoq tarafda esa 2 minus ildiz ostida 3 taqsim, mana bu 2 to'g'ri bo'lib ketadi o'zi. Tushuntira oldimmi? Endi bu 2 qoladimi qisqarganda? Endi buni u yoqqa ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, nima bo'ladi? 2 minus 2 kosinus alfa barobar 2 minus ildiz ostida 3. Ikkita tomonda 2 bor, qisqarib ketadi. Endi kosinus alfa barobar bu yoqda minus 2 minus plus bo'lib ketadi. Ildiz ostida 3, 2 bu yoqqa bo'lib tushsa, alfamiz 30 gradusligi ma'lum bo'ladi. Chunki 30 gradus shunga teng. Chunki alfamiz birinchi chorak. Boshqa chorak bo'lganda o'sha biza 30 gradus demagan bo'lar edik. Davom etamiz. Endi 62-misol. Bu sal noodatiy usulda ishlanadi. Hozir alfani oralig'ini olib kelib masjidga qo'ysak, 4 ga bo'lganimizda bu birinchi chorakga to'g'ri keladi. O'shaning uchun qo'rqmasdan plus deb ishlayveramiz va alfani necha gradusini topishimiz kerak. Buni kosinus taqsim sinus deb oladigan bo'lsak, ildiz ostida 1 plus kosinus, buni 2 ga ko'paytirsak alfa taqsim 2 bo'ladi. 1 minus kosinus alfa taqsim 2 bo'ladi. Endi men buni ham ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 taqsim ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 deb keltirib olsak bo'ladi. Boya ham ko'rdik buni. Chunki buni hozir ratsionalni qutqarish uchun xuddi shuni 2 plus ildiz ostida 3 ga bunday qilib ko'paytiradigan bo'lsak, tepasi xuddi shu narsa bo'lib qoladi. Pasti nima bo'ladi? 4 minus 3, ya'ni 1 bo'lib, xuddi mana shu narsani beradi. O'shaning uchun tushundinglar nimaga bunaqa yozib olganimni. Hozir buni sababini tushuntiraman. Endi buni ham yana tepa pastini 2 ga bo'lib yuboraman. O'shanda 1 plus ildiz ostida 3 taqsim 2 bo'ladi. Bu 1 minus ildiz ostida 3 taqsim 2 bo'ladi. Kakras mana shu narsaga mos keldimi? Ana endi mos ravishda ayniyat qilib turib bilamizki, kosinus alfa taqsim 2 miz ildiz ostida 3 taqsim 2 ga mos kelayotganini bilib olamiz. Tushuntira oldimmi? Endi kosinus alfa taqsim 2 deyilyapti. Xo'p. Bu 2 ga bo'lganimizda 0 u pi oraliq bo'ladi. Xo'p. Endi plus minus ildiz ostida 1 plus kosinus alfa taqsim 2 teng ildiz ostida 3 taqsim 2 desak, hop, kvadratga oshirib yuborganimizda 1 plus kosinus alfa taqsim 2 miz teng 3 taqsim 4 bo'ladi va 1 plus kosinus alfamiz teng 3 taqsim 2 bo'ladi. Kosinus alfamiz teng 1 ayirganimizda 1 taqsim 2 bo'ladi. Alfamiz 60 gradus bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Zo'r. Ya'ni bu radianda berganda pi taqsim 3 bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ko'rdinglarmi qanaqa qilib keltirib olganimizni? Zo'r. Endi bularni bundoq qilib ham yoqqa bundoq ko'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Davom etamiz.
Xo'p, bizdan 64 da nimani so'rayapti? Xo'p, 64 da prosta hisoblang deyotgan ekan. Xo'p. Endi tak, men buni sinus taqsim kosinus deb tasavvur qiladigan bo'lsak, sinus taqsim kosinus umumiy xaraj berib o'rganda surati 1 bo'lib ketadi. Taqsim kosinus kvadrat pi taqsim 8 qoladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa 1 taqsim kosinus kvadrat 3 pi taqsim 8 qoladi. Endi xo'p, buni 1 taqsim mana bu narsani 1 plus kosinus pi taqsim 4 daraja pasaytirish. Taqsim 2 ni tepaga ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda ham demak 2 taqsim 1 plus kosinus 3 pi taqsim 4 desak bo'ladi. Daraja pasaytirish ishlabdi. Ana endi o'rniga qo'yib yuboramiz. Tepasi 4 bo'lib ketdi. 2 pasi 1 plus pi taqsim 4 dan necha bo'ladi? 45 gradusda iljosda 2 taqsim 2 bo'ladi. Hop, bu yoqda bu pi minus pi taqsim 4, ya'ni ikkinchi chorak. O'shaning uchun ham nima bo'ladi? 1 minus iljosda 2 taqsim 2 bo'ladi. O'shanda 4 taqsim mana bu a plus va a minus b kelgancha a ni kvadrat ya'ni 1 kvadrati 1 minus mana bu 1 taqsim iljosda 2 deb oladigan bo'lsa kvadrati 1 taqsim 2 bo'ladi. 4 taqsim 1 dan 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 2. Buni javobi 8 bo'lar ekan. Tushuntira oldim? Xo'p, endi bu yoqda nima ish qilamiz? Xo'p, kosinus 6 ni topishimiz kerak. Xo'p. Kosinus 6 gradus so'roq. Mana buni biza kosinus 2 kara 6 gradus desak bo'ladi, 2 alfaga qo'yib. Bu 2 kosinus kvadrat 6 minus 1 teng a. Kosinus kvadrat 6 teng a plus 1 taqsim 2. Kosinus 6 teng plus minus ildiz ostida a plus 1 taqsim 2. Вот sizlarga natija. 66. Endi nimaga plus minus emas plus olamiz? Chunki bizada 6 gradus ham 12 gradus ham birinchi chorak plus o'shaning uchun. Tushunarli? Endi xuddi shunaqa sinusda ham plus bo'ladi. Sinus 7 ni topgin deyapti. Buni 2 sinus 7 kosinus 7 barobar a deb oladigan bo'lsak. Yoki anaqa qilaylik. Sinus 7 ni 14 taqsim 2 deb olaylik-da. Ildiz ostida 1 minus kosinus 14 taqsim 2. Kosinus 14 qayerdan topamiz? Ildiz ostida 1 minus a kvadrat bo'ladi. Mana bu ayniyatdan topamiz. O'rniga olib borib qo'yamiz. Ildiz ostida 1 minus ildiz ostida 1 minus a kvadrat. Taqsim mana bu ildizi tak bundoq qilamiz-da, taqsim 2 bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mana bu bizning oxirgi javobimiz. Ayniyat orqali o'rniga qo'yib yubordik kosinus. Endi bu yoqda 1 minus kosinus 82 bo'ladimi? 2 ga ko'paytirsak taqsim 2. Sinus kvadrat alfani formulasi daraja pasaytirish. Endi buni ham 1 minus kosinus 90 minus 8 desam 82 ga mos keladimi? Keladi. Keltirish formulasidan bu 1 minus sinus 8 ga o'tib oladi. Taqsim 2. Xo'p, sinus 8 bizda a, 1 minus a taqsim 2 bo'ladi o'sha. Tushunarli? Xo'p, endi buni qanaqa olsak bo'ladi? Xo'p. Daraja pasaytiramiz. 1 minus kosinus 44 taqsim 2. 1 minus kosinus 16 taqsim 2. Mana. Barobar. Ikkalovini mahraji bir xil. Endi mana bu birdan birni ayirib olsak, baribir qisqarib ketadi. Keyin minusga minus plus, demak kosinus 16, nariyoqda minus kosinus 44 bor.
To'g'rimi? Endi buni o'sha ayirma formulasiga qo'yaveramiz. 2 sinus tak minus 2 bo'lardi. Minus 2 sinus qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 30 gradus sinus ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 14 bo'ladi. 14 gradus taqsim 2. Xo'p, lekin ayirib 2 ga bo'lganimizda minus 14 bo'ladi. O'shani hisobiga oldidagi plusga aylanib ketadi va mana bu 2 bilan sinus 31 taqsim 2 qisqarib ketadi. Sinus 14 taqsim 2 qoldi. Sinus 14 degani bu kosinus 76 degani. Ya'ni keltirish formulasida. Bu degani m taqsim 2 deb o'rniga qo'yarsak bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Xo'p, mana bu yerda daraja pasaytirish qilamiz. Ya'ni 1 minus kosinus 16 taqsim 2 barobar a. Endi mana bunda keltirishga qo'yamiz. Kosinus 180 minus 16 desam 164 ga teng bo'ladi. Bu minus kosinus 16 degani. Xo'p, endi biz mana bu yerdan kosinus 16 ni topib olamiz. 2 bu yoqqa ko'paytirib o'tib ketsa, 1 minus kosinus 16 barobar 2a. Hop, 1 u yoqqa ayirib o'tib ketsa, minus kosinus 16 teng 2a minus 1. Kakras bizga minus kosinus 16 o'sha so'ralgan edi. Mana bizga javobimiz 2a minus 1 bo'lyapti. Tushuntira oldim? Hop, 76-misolda biz buni soddalashtirishimiz uchun trigonometrik ayniyatlardan foydalanamiz. Ya'ni sinus kvadrat alfaga kosinus kvadrat alfani qo'shsak 1 bo'ladigan ayniyatimiz bor edi, to'g'rimi? Endi imminni alfa bo'lishi shart emas u. Soch alfa taqsim 5 bo'lishi mumkin, alfa taqsim 10 bo'lishi mumkin, ixtiyoriy. Endi o'shaning uchun biz hozir buni sinus kvadrat alfa taqsim 10 deymiz, plus kosinus kvadrat alfa taqsim 10 deymiz. Bu 1 bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu 1 larning o'rniga tepaga ham pastga ham shuni qo'yib olamiz. Keyin kosinus alfa taqsim 5 ni yozsak bo'ladi, kosinus 2 ko'paytiruv alfa taqsim 10 deb qisqarib ketsa baribir alfa taqsim 5 ga teng bo'ladi. Zato kosinus 2 alfa formulasi bo'yicha biz buni yoyib olsak bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Kosinus kvadrat alfa taqsim 10 minus sinus kvadrat alfa taqsim 10. Xuddi shunaqa sinus alfa taqsim 5 ni ham sinus 2 kara alfa taqsim 10 deb yozib olsak, buni sinus 2 alfa formulasiga ko'ra 2 sinus alfa taqsim 10 kosinus alfa taqsim 10 qilib yozsak bo'ladi. Endi shularni hammasini mana bu misolning o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, mana bunisi bizga hozir kerak emas. Xo'p, mana bu narsani shunday kopiya qilamiz. 1 o'rniga yozdik. Endi bu yerda mana barobar 1 hozir kerak emas bizga. Tak, endi kosinus alfa taqsim 5 o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuboraman. Kopiya qilamiz. Ana, endi sinus alfa taqsim 5 o'rniga bu ifodani qo'yib yuboraman. Mana. Endi ishoralarni yozib chiqamiz. Oldida nima bor edi? Plus bor edi. Demak, bu ishoraga ta'sir qilmaydi. Bu yoqda esa minus bor. Bitta ko'paytirib baribir. Xo'p, endi xuddi shu narsani mahrajiga ham qo'llaymiz, faqat bu yerda farqi plus emas minus. Tushunarli? Xo'p. Demak, kopiya qilamiz. Endi minus kosinus alfa taqsim 5. Tepadigini kopiya qilamiz, faqat ishorasi o'zgaradi, qarab turinglar. Ya'ni mana bu minus oldiga ta'sir qilganda ichiga ham ta'sir qiladi, plus bo'lib ketadi. Keyin tepadagi narsa kopiya bo'ladi yana. Minuslari bilan qo'shib. Chunki pastda ham minus. Endi mana yozib oldik hamma narsasini, masalliqlarini. Endi bu yog'ini davom ettiramiz. Barobar. Qisqaradigan joylari bor. Sinus kvadrat alfa taqsim 10 bilan sinus kvadrat alfa taqsim 10 bir-biridan ayrilib ketadi. Bu yoqda esa kosinuslar ayrilib ketadi. Endi qolgan sonlarni yozamiz. Kosinus kvadrat alfa taqsim 10 dan 2 ta bor. 2 ta kosinus kvadrat alfa taqsim 10 va mana bu yog'ini ko'chiramiz. Hop, tagida ham xuddi shunaqa ko'chiramiz.
Endi sinus kvadrat alfa taqsim 10 dan ikkita bor. Ikkita sinus kvadrat alfa taqsim 10. Bo'ldi. Endi tepadan ikkita kosinus alfa taqsim 10 ni chiqarib yuboramiz. Xo'p. Pastdan esa ikkita sinus alfa taqsim 10 larni chiqarib olamiz. O'shanda tepada faqat kosinus alfa taqsim 10 minus bu yerda kosinus chiqib ketdi-ku, 2 chiqib ketdi. Faqat nima qoldi? Sinus alfa taqsim 10 qoldi. Tegida, naborot, sinus chiqib ketgan bo'lsa, 2 chiqib ketgan bo'lsa, kvadratidan yana bitta sinus qoladi. Minus bu yerda 2 sinus alfa taqsim 10 chiqib ketgani uchun kosinus alfa taqsim 10 qoladi. Bular o'rni almashtirilgan holat, ya'ni minusni qo's tashqariga chiqarib olsak, xuddi tepa bilan bir xil bo'ladi, qisqarib ketadi. Demak, buni qisqartirib turib minus 1 qoldi deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bu ikkilarni qisqartirib olamiz. Kosinus taqsim sinus bilamizki, kotangensni beradi. Va mana bu minusi bor, demak, minus kotangens alfa taqsim 10 qoldi deb javob beramiz oxirida. Xuddi o'sha narsani mana bu misolda ham qo'llaymiz. Men boshlanishini yozib beraman, davomini o'zingiz ishlaysizlar. 1 o'rniga demak sinus kvadrat alfa taqsim 16 plus kosinus kvadrat alfa taqsim 16. Endi mana buni minus demak kosinus kvadrat alfa taqsim 16 minus sinus kvadrat alfa taqsim 16. Ya'ni kosinus 2 karra alfa taqsim 16 qilib, uni 2 alfa formulasi bo'yicha yoyib oldim. Mana buni ham 2 karra alfa taqsim 16 bo'yicha yoyib olamiz. Plus ikkita sinus alfa taqsim 16 alfa taqsim 16. Tushuntira oldimmi? Xuddi shu narsani mahrajiga qo'llaymiz, faqat bu yerda mana bu minusli emas, hammasi plusli bo'ladi. Va keyin qisqaradigan qisqarib ketadi, qo's tashqariga chiqarib, xuddi mana bunday qilgandek yog'ini qisqartirib olasizlar. Tushunarli-ya? Men yo'nalish berib qo'ydim. Endi bu misolimizda mana agar 4-chi, ya'ni juft daraja bo'lganda, 2 4 bo'lganda oson bo'lardi. Bu hozir toq daraja, kubinchi daraja. Uni tayyor soddalashtirilgan formulasi bor. Ya'ni daraja mana buni kosinus kvadrat alfa ko'paytirib kosinus alfa deb ajratib olib turib, kosinus kvadrat alfani daraja pasaytirib turib, bittalab ko'paytirib oshib chiqiladigan bo'lsa, mana shu narsaga beradi. Demak, biz tegidagi formuladan foydalanamiz. 3 kosinus alfa plus kosinus 3 alfa taqsim 4 barobar. Endi bu yerda alfani o'rnida x kelyapti, o'shaning uchun x ga o'zgartiramiz. Bu tarafdagini ko'chirsak ham bo'ladi. Boshqa ham o'tirmasdi. Endi chap tarafidan biz 4 mahrajini alohida hadma-had bo'lib olamiz. 3 taqsim 4 kosinus x. Keyin bu yerda hech narsa yo'q degani 1 deb tasavvur qilsak bo'ladi. 1 taqsim 4 kosinus 3x. Buni yana ko'paytirib qilamiz. Xo'p, endi ayniyat bo'yicha taqqoslaymiz. Kosinus x, kosinus x. Demak, a necha ekan? 3 taqsim 4 ekan. Xo'p, kosinus 3x, kosinus 3x. Demak, b necha ekan? 1 taqsim 4 ekan. Endi bizdan a minus b ni qiymatini topish so'ragan. Demak, a minus b barobar 3 taqsim 4 minus 1 taqsim 4. Javobimiz 2 taqsim 4. Buni ham qisqartirib 1 taqsim 2 ko'rinishiga keltirsak bo'ladi. Endi iqtidorli o'quvchilar uchun bo'limi ikkita dona misol berilgan. Bittasini ko'rsatib beraman, ikkinchisini shunga qarab ishlasanglar bo'ladi. Demak, buni 1 o'rniga xuddi boyagiga o'xshab sinus kvadrat alfa to'g'ri x bo'tdi, alfa emas. X taqsim 2 qo'shib kosinus kvadrat x taqsim 2. Bu 1 ni beradi, to'g'rimi? Endi yonida sinus x o'rniga 2 karra x taqsim 2 deb tasavvur qilib turib, uni ham bo'lsa 2 karra sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2. Buni soddalashtirsak, alfa formulasi bo'yicha mana shuni beradi. Endi zato qarabsizlarki, bular hammasi to'liq kvadratga keladi. Ildiz bilan qisqarish uchun juda qulay. Minus ildiz ostida sinus kvadrat x taqsim 2 kosinus kvadrat x taqsim 2.
minus 2 ta sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2. Suratini ko'rdinglar nima qilib yozib olganimizni. Endi mahrajini tegmaymiz. Sinus x taqsim 2 turaversin. O'zi eng sodda holatda turibdi. Endi mana bu qovus ichidagi ifoda a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Mana buni hozir bundoq bu yoqqa yozib qo'yadigan bo'lsak, o'shanda xuddi qisqa ko'paytirish formulasiga mos keladi va общий ildiz ichida как будто a plus b ning kvadratini beradi. Va u qisqarib ketib, a ni o'rnida nima kelyapti bizda? Sinus x taqsim 2 kelyapti. Qo'shuv kosinus x taqsim 2. Bo'ldi, ildizdan qutuldi. Endi bu yoq tarafda qovus ichida sinus x taqsim 2 minus kosinus x taqsim 2 ni kvadratini formulasiga mos kelyapti. Ildiz bilan primoy qisqartirib olishga shoshmaymiz. Nimaga? Chunki bizda x imiz oralig'i birinchi chorak 0 pi taqsim 4, ya'ni 0,45 gradus. Endi 0,45 gradus bo'layotgan bo'lsa, o'rniga olib borib qo'ysak, 2 ga bo'lganimizda 0,22,5 bo'ladi. 0 dan o'sha 22,5 gacha oraliqda sinusni qiymati kosinusdan kichkinaroq. O'shaning uchun ham как будто kichkina sondan katta sonni ayirganimizda ildizdan minus chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun ham modulga olgan holatda biz buni minusga tasir qildiramiz. O'sha minusga ta'sir qildirganimizda oldidagi minus bilan plus bo'lib ketadi. Ya'ni anta minus emas, endi plus bo'ladi. O'rni o'zgarmaydi. Chunki biz o'sha tashqari bilan ishlab oldik minusini. Shu joyda endi kosinus x taqsim 2 lar bir-biridan ayrilib ketadi. Ikkita sinus x taqsim 2 qoldi. Mahrajda ham sinus x taqsim 2 bor. Bular qisqarib ketsa, javobimiz yaxlit 2 chiqyapti. Demak, ключевой joyi mana shu ishorani bekorga oraliq ko'rinishi berib qo'ymagan. O'zgartirmasanglar, bu уже noto'g'ri qisqarib ketadi. Xuddi o'sha formula bu yerda ham ishlaydi, faqat kosinusli varianti ekan. Bu yerda endi kosinusli qisqarib ketib, u yo'q oson bo'ladi. Xo'p, endi buni ishlab bermayman, xuddi mana shunga qarab ishlanadi, chunki boshqa yo'q bunaqa misol, o'zingizlarga mustaqil ishlashga qolmay qoladi. Xo'p, shu bilan bizning bugungi 11-mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar, chunki keyingi dars chiqqanida xabarsiz qolmaysizlar o'shanda. Fikringlar bo'lsa kommentariyaga yozishinglar mumkin. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar.